temir baryeri ham bor ekan, uni ham kesib olib tashlashimiz mumkin. Nima uchun? Mana temir baryer zanglab ketgani uchun zang oqib, kiraskan ustidan ham zang oqqan. Bu xonadonimizga palma fasonida peril uстановка qilyapmiz. Asosiy joylariga tumba qo'yib beryapmiz. Assalomu alaykum metal mart obunachilari. Mana bugun Andijon tumanidagi obyektimizga kelganmiz. Ustalarimiz hozir ishlayapti. Bu xonadonimizga palma fasonida peril uстановка qilyapmiz. Palma fasonimiz ham gold, silver aralashgan holatda, ichki qismlari silver, tashqi ramkalarini gold profillarimizdan ishlatganmiz. Undan tashqari asosiy joylariga tumba qo'yib beryapmiz. Hozir ustamiz mana Abdug'ani ish jarayonida. Usta, qalay ish? Yaxshi ketyaptimi? Umumiy bu xonadonimizga 40 metr peril uстановка qilyapmiz. Hozir bu tomonda temir baryeri ham bor ekan, uni ham kesib olib tashlashimiz mumkin. Sababini ko'rsataman, ketdik. Bu xonadonimiz juda uzun solingan, ashuni hisobiga bu tomonlariga ham qilib beryapmiz. Bu tomonni ham hozir kesib olib tashlashimiz kerak bo'lyapti. Nima uchun? Mana temir baryer zanglab ketgani uchun kraska qilishdan zerikkan ekan. Mana bu yerlarni ham ko'rsangiz bo'ladi, mana zang oqib, kraskan ustidan ham zang oqqan. Bu yerga ham qilib berishimiz kerak bo'lyapti hozir. Bundan tashqari bu tomoniga ограждениyalar qilib berishimiz kerak. Hozir bu palma fasonimizni ish jarayonlarida ko'rsatamiz va oxirida tayyor bo'lgan holatini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga ham shunaqa Nержавейка mahsulotlarimizdan perillar uстановка qilish kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Ushbu nomerlar orqali bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu fasonlarimizda 100 dan ortiq modellari bor. Modellarini uylarda dizaynga qarab tanlasanglar bo'ladi. Bu fasonimiz hozir trenddalik uchun ko'p xonadonimizga qilib beryapmiz. Palma fasonida gold, silver aralashganidan qilib beryapmiz. Undan tashqari silver holatda ham qilib beramiz.